Assalomu alaykum hurmatli Cherry Chilonzor obunachilari. Bizning navbatdagi mijozimiz Hasan aka o'zlariga mana Tiggy 2 Pro qora variantida xarid qildilar. Hasan aka, nima aynan Cherryni xarid qildingiz? Assalomu alaykum avvalambor hurmatli obunachilar. Men bu mashinani tanlashimdan maqsad noan'anaviy dizayni va yangi model bo'lganligi. Bu mashina ko'chada juda ham kam ekan. Shohjahon o'zi to'g'risi boshqa olmoqchi edim. Elektromobil yoki Kia Seltos olmoqchi edim. Xo'p. Ko'chada shu mashinaning dizaynini ko'rib, qayerdir Equinox'ga, qayerdir bir Hyundai'ga, yana bir boshqa mashinaga o'xshashligi juda ko'p bo'lib, kompaktniy, garoskoy crossover bo'lgani menga yoqdi va internetga kirib, obunalarni ko'rishni boshladim. Endi men o'zim Toshkentlik bo'lganimga uyimga yaqinroq joyni ko'rdim. Chilonzor Oasis oldi, eng yaqini manzili sizlarniki chiqdi. Va siz qilayotgan obzorlar juda ma'qul keldi. Kelsam nalichi mana bor, oq dismi, qora dismi, qizil dismi ko'rsatdinglar. Avvalambor sizlarga rahmat. Bir kun ishingiz bitdimi aka? Sizlarning xushmuomalaliginglar, personal xushmuomalaligi, Rahmat. choy, kofe, e'tiboringlar maksimal darajada mana mashina ta'minlab bankka borib, bankovskiy operatsiyalarni hal qilishda e'tibor qildinglar va mana bir kunda hal bo'ldi. Bugunning o'zida pul to'lab, bugunning o'zida mashinani olib, mana Xudo xolisa uyingizdan xursand qilaman. Bravo bo'lsin akajon. Rahmat. Mana dokumentlar aka. Rahmat. Sog' Mana bo'linglar. mashinaning kaliti. Rahmat. Yaxshilik Xayrli bo'lsin. ko'rishingiz. Tegishli savollar o'tib. Xudo xolisa tanishlikni ham tavsiya qilamiz. Men o'ylaymanki, bu oxirgi sizlarni dargohga kelish emas. Men yana o'zimni do'stlarim va qarindoshlarim, yaqinlarim bilan kelib O'tibdi. Xudo xolisa yana boshqa mashinalarni xarid qilamiz degan umiddaman. Rahmat kattakon Biz Shohjahon. sizni Cherry Chilonzorda kutib turamiz aka. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.